Assalomu alaykum. Bugun 6 aprel 2026-yil. Hop, qulupnaylarimizni holati, ochiq maydondagi qulupnaylarimizni holati. Mana hosillarni ko'rishingiz mumkin. Hali qizarish boshlanmadi, lekin hosillar juda mo'l. Hosillar juda mo'l. Hosillar bu yil ajoyib. Hamma aytilgan shu nimalarni qilingan. Hosil Xudo xolasa bu qizarish boshlasa yanada go'zal bo'ladi. Yanada go'zal bo'ladi. Albani hosil holat ko'rishimiz mumkin. Bir tupda hop ancha muncha hosil bor. Xudo xolasa hammani dehqonchiligiga baraka bersin. Xudo ishlarimizni barakotli qilsin.